Elite avtotuningda juda kamdan kam holatda bunaqa taklif bilan video qilamiz. Oxirgi marta qachon bunaqa taklif berganimizni ham eslolmaymiz. Kamida bir 2 yil bo'lgan bo'lsa kerak. Xullas, Elite avtotuning jamoasiga xodim kerak, ya'ni master usta kerak. Nima sohani bilish kerak usta? Elektrik bo'yicha alohida usta kerak. Chunki elektriklarimizni soni juda kamlik qilyapti. Joy kelsa, kelayotgan ishda ishimiz ko'pligini hisobiga ulgura olmay qolyapmiz, shuni hisobiga. Biraz programmist bolalardan bitta yo ikkita kerak bo'ladi. U ham kamida bir 4-5 yillik stajga ega bo'lgan. Bo'lmay mashinani pulshiteridan kirib, kapotidan chiqib ketadigan variantidagi bolalar bo'lsa, bemalol aloqa etsangiz, past nomer yozib qoldiramiz. Ishi, tartibi, uslubi, xullas puli, qolgan hammasini podrobniy bemalol gaplashib olamiz. Jamoa bo'lib ishlash, bilasiz, вообще boshqa narsa. Sen o'zingiz ustaxona yurg'izishingiz mumkin bitta ikkita odam bilan iborat, lekin 15 kishi, 20 kishi bilan ishlansa, u jamoa hisoblanadi. Hamma bir-biriga yordam bergan, hamma bir-birini qo'llab-quvvatlagan, kerak bo'lsa obed qilinganda ham hammasi bir-biri bilan suhbat qilingan. Xullas, jamoani ishi va bir ancha yaxshi deb hisoblayman. O'zingiz yoki tanish bilishingiz bo'ladigan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqing, xudo xolasa hammasini podrobniy gaplashib olamiz.